Assalomu alaykum obunachilar. Anchadan beri video qo'yishga vaqt bo'lmadi, chunki payvand ishlari bo'lib, hozir Oltiariqqa bitta akamizni, qadrdon akamizni bog'iga kelib qoldik. O'zimiz qilgan bog'ni ko'rgani, o'rik boqqa beruvdik. Shunda uzun bog'iga kirib bir aylanib, sizlarga ham ilindik shu videoni. Mana haqiqiy mehnat mashi bo'ladi, mana fikrim. Ko'ringlar. Haqiqiy mehnat mashi. Mana. Voshni qaranglar kattalik. Oltiariq uzum yetishtirish bo'yicha menimcha dunyoda bitta bo'lib ketdi shekilli bu turishda. Uzum qaranglar. Yomon chiroyli. Zuxurnagan bog'damiz. Mana boshlar. Bizda xizmatlar bor. Mabodo qiziq bo'lsa, mana shunaqa katta uzum plantasiyalar tashkil etish kerak bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz ham kelib hayron qolib video qilyapmiz. Video yoqqan bo'lsa, maksimalni like bosib qo'yasizlar.